Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamonda bir puldar kishi bo'lgan ekan. Biroq u kishi hadisila boyliqidan foydalanib, boshqalarni bo'zaq qiladi ekan. Shunglashqimi uni bu mahallada hech kim hurmatlamaydi ekan. Hatto bu mahalladagi tilamchilarmi uni ko'zga ilmaydi ekan. Bu ahvol puldar kishining beshini bakla qattiribdi. U har kuni qanday qilsam boshqalar meni hurmatlaydigandi deb o'ylaydi ekan. Bir kuni bu boy yo'lda mengayotganda usti beshi jul-jul bir qalandar uchrabdi. Boy bo'lsa bu qalandarning hurmatiga erishmoqchi bo'lib, qalandarning qochisiga bir dona kumush yonmoqni tashlabdi. Qalandar bo'lsa boyga minnatdorlik bildirish u yoqda tursin, xuddi boyni ko'rmagandek beshini midirlatib qo'ymabdi. Bayning nihoyat ochiq gapdi va qalandarga shundoq debdi: "Hu qarog'i qalandar, men senga bir oltin yomoq bersam, sen nimishqa menga minnatdorligingni, hurmatingni bildirmaysan?" Qalandar yanala beshini ko'tarmasdan shundoq debdi: "Berish bermaslik o'zingning ishi. Bergun kelmasa, elib olgin" debdi. Bu gapdan qattiq achchiqlangan boy biroqla 10 dona oltin yomoqni qalandarning qochisiga tashlabdi va ko'nglida "Bu qalandar, bunchijiq pulni umringda ko'rib boqmagan bo'lg'itding, endi u meni hurmatlab, menga ta'zim qilarsan" deb o'ylabdi. Biroq qalandar yanala boyga qarabmi qo'ymabdi. Boy achchiqdan yerilgudek bo'pti va qalandarga shundoq varqirabdi: "Hay qalandar, men senga 10 dona oltin yomoq berdim. Men sana deb qo'yay, menda puljiq, senda qalandardan necha mingni boqalayman. Sen bir qalandar turib, meni hurmatlamaslikni kim qo'ydi sana?" Qalandar shundoq debdi: "Boy, puldor bo'lishing o'zingning ishi. Seni hurmatlash, hurmatlamaslik mening ishim" debdi. Boy qalandarning gapini anglagandan keyin: "Bo'pti. Undaqda men sana boyliqimning yerimini beray. Endi u meni hurmatlarsan" debdi. Qalandar boyga birni olayotgandan keyin: "Boyliqingning yerimini menga bersang, menmi sen bilan o'xshash boy bo'ladigan tursam, yana seni nima deb hurmatligidekman" debdi. Boy texmi ochiqlab: "Bo'pti, men senga butun boyliqimni beray. Endi u meni hurmatlarsan" debdi. Qalandar bu gapni anglab, qaqoqlab kulib ketibdi va mundoq debdi: "Sen hamma boyliqingni menga bersang, men boyga aylanaman. Sen qalandar bo'lasan. Sen boy vaqtingda qalandarni hurmatlamding" debdi. Hayotda pulga hammani setib olg'ili bo'lishi mumkin, biroq boshqalarning haqiqiy qalbidan chiqqan hurmatini setib ololmaysiz. Esingizda bo'lsin, boshqalarning hurmatiga erishish uchun sizda odamiylik va axloq bo'lishi kerak.